Assalomu alaykum. Mana o'zini o'zi band qilish uchun vaqtincha ishsiz qolib ketgan aka-ukalarimiz uchun Yandex'da dastlabki xizmati, Uzumda dastlabki xizmati bilan ishlayman degan aka-ukalarimizga elektrik skuterlarni olib kelib qo'ydi. Ikkita akkumulyator berilyapti, bitta zaryadka berilyapti. Buni ijaraga Suxoyga beryapmiz. Elektrik skuterimizning oldida bagajniki bor. Faralari bor. Qorong'ulikni yoritadigan. Balonlari yaxshi. Tezligimiz 25 tezlikda yuradi. Tormoz sistemalari bor. Amortizatorli, tormozlar yetkisli, qo'shimcha akkumulyatorni qo'yilgan joylargacha bor. Bu yoqqa Yandex dastlabki sumkasini qo'ygan joyi. Taxminan bitta akkumulyator bilan 70-80 kilometrgacha yurib beryapti. Shunda biz ikkita akkumulyator beryapmiz. Ikkita akkumulyator bilan 150 kilometrgacha yurib dastlabki xizmatda yurgan aka-ukalarimizni kunlik tirikchiligini qilishyapti. Shundan harakat qilib 300 mingdan 1 milliongacha topganlarni ham ko'rdik. Bu elektrik skuterlarimizni foydalanish uchun haftalik to'lov asosida, xat hujjatlar asosida dogovor qilib beryapmiz. Ikkita akkumulyator, bitta zaryadkasi bilan kimgadir kerak bo'lsa, shunaqa vaqtinchalik bekor bo'lib qo'ygan odamlar, ozgina tirikchilik qilaman, bir qism ro'zg'orimni qilaman, oilamni boqib turaman degan odamlar bizga aloqaga chiqasizlar. Qo'lda puli yo'q odamga ham pasportlarini olib, yozuvini qilib, xat hujjatlarini qilib, dokumentlarni qilib ishlab to'lab berish sharti bilan ham beryapmiz. Sharoitga qarab o'rganib chiqib. Ishsiz yurgan aka-ukalarimiz aloqaga chiqsanglar, Alloh nasib qilsa qo'ldan kelgancha ish bilan ta'minlab beramiz. Yandex podключениялari, sumkalari, hamma narsasini to'g'irlatib beramiz. O'zingizga ham, bizga ham tirikchilik bo'ladigan holatda kelishib shu skuterlarimizni beryapmiz. Elektrik skuter bu. Velosiped vazifasini ham bajaradi. Pedallari bor. Kimgadir kerak bo'lsa telefon qilasizlar. Lokatsiyamiz bo'yicha og'zaki ma'lumot berib o'tamiz. Joyimiz Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Chilonzor Oqtepa san'atkorda, ya'ni Beshqozon Oshdan Chilonzor Oqtepa qadar yurib kelayotganda Gumma xonimni ro'parasida, ya'ni Yandex Bro yonimizda ofis. Shu yerga kelib hujjatlarni qilib bemalol ishinglarni boshlab yuborasizlar. Yana ham kimgadir mana shunaqa manfaatli bo'ladigan holatda yengilliklar bo'lsa, kanalimizga qo'yib boramiz. Elektrik skuter kimgadir kerak bo'lsa telefon qilasizlar. Xat hujjatimizga nima dokument kerak bo'ladi, telefon qilib gaplashib keyin kelaverasizlar.